Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darslikda sizlar bilan internetdan biron bir fayl yuklab olayotganda kompyuteringiz u faylni qayerga yuklashini odatda so'ramasdan yuklab oladi. Bugun sizlar bilan shu muammoni birgalikda hal qilamiz. Ya'ni misol uchun Google Chrome orqali odatda internetga kirib, ko'pchilik o'ziga kerak bo'ladigan fayllarni internetdan yuklab olishadi. Va yuklash jarayonida qayerga yuklanayotganini bilishmaydi. Shuning uchun buni nastroykadan biza o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni odatda biron bir faylni yuklab olayotgan vaqtimizda kompyuterimiz qayerga va qanaqa nom bilan yuklashni har safar so'rab turadi. Misol uchun kompyuterga Telegram yuklab olmoqchi bo'lsam, Telegram rasmiy saytiga kirishim mumkin. Telegram download deb yozib, mana Telegram desktop deb nomlangan saytga kiramiz. Endi Telegramni yuklab olmoqchi bo'lsam, mana Telegram для Windows degan tugmani ustiga bosaman va hozir ko'rib turganingizdek, kompyuterim qayerga yuklashni so'ramoqda, ya'ni qaysi joyga va qanday nom bilan yuklab olay degan maqsadda bu oynani chiqardi. Ya'ni endi biz istalgan bo'limni ko'rsatishimiz mumkin. Загрузки bo'limini, dokumenti bo'limini yoki изображение rasmda turadigan joyini yoki рабочий stolga yuklab olishini ko'rsatib qo'yishimiz mumkin va nomini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Test degan nomni pastdan o'zimiz xohlagan nomga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va saqlaning. Odatda ko'pchilik kompyuterida kuzatiladigan holat, yuklashni bosganda avtomatik tarzda yuklanadi va qayerga yuklanganini ko'p holatlarda ko'rmay qolishadi. Bunga oddiy yechim berishimiz mumkin. Mana yuklandi. Рабочий stolda Telegram deb nomlangan fayl yuklab olindi. Endi buni qanday qilib to'g'rilab olishimiz mumkin? Google Chrome'ni nastroykasiga kiramiz birinchi navbatda. Buning uchun mishkani Google Chrome'ga kirganimizdan so'ng yuqori o'ng burchagiga olib boradigan bo'lsak, 3 ta nuqta turibdi, ya'ni nastroykaga o'tish qismi. 3 ta nuqtani ustiga bosamiz. Ochilgan oynadan eng pastki qismda nastroyki degan bo'limini tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bu qismi Google Chrome dasturimizni nastroyka qismi hisoblanadi. Bu yerdan, ya'ni ekraningizni chap tomonida bizga kerakli bo'limi mana skacheniy fayli deb nomlangan bo'limga o'tishimiz kerak bo'ladi. Va siz har safar qayerga saqlashni so'rashi uchun перед скачиванием спрашивайте, куда сохранить файл, ya'ni birinchisi ochiq turgan bo'ladi sizda, shuni yoqib qo'yishingiz mumkin. Va yuklashda davom etishingiz mumkin. Endi har safar biron bir faylni yuklayotganingizda sizdan qaysi manzilga yuklashni albatta Google Chrome sizdan so'rab turadi.